Namanganga kelib navbahordan tanovul qilmay ketib bo'lmaydigan top 3 ta ovqat bilan sanab bera olasizmi aka? Albatta sanab bera olayman, lekin bitta ovqatlar bilan cheklanib qolib bo'lmaydi. Chunki bizda ovqatlarning hammasi ta'miga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sifat juda ham yuqori darajada turadi. Abboson masalan birinchisi qo'tirma. Qo'tirmaning ta'miga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p mijozlarimiz aynan Navbahorga kelib yurganlar yaxshi bilishadi. Ta'mi ham umuman go'shti, даже bir so'z bilan sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, og'zingizda eriydigan darajada. Ikkinchisi, lagmon ko'p joylar bilan farqli o'laroq, ta'miga ham umuman sifatiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Kelgan odam yesa, обязательно keyingi safar ham kelib yeydi. Uchinchisi, turk taomlariga o'tadigan bo'lsa, to'g'risi gap turkda 5-6 xil taomlarimiz bor. Birdaniga men hammasini ta'mini sizga tushuntirib berishligim uchun mangal asartisiz, aynan kun o'tmay. Mangal asarti aytasiz, hamma turk taomlarining ta'mini bir deganda his qilasiz. Bularning ichida o'zingizga eng sevib tanovul qiladiganingiz qaysi? Abboson asli tadbirkor ajratmaydi birortasini ham. Hammasini sevib yeymiz, lekin eng yoqadigani baribir qo'tirma.